Telba ayolni sevish oson emas. Chunki u bir vaqtning o'zida ham xafa bo'ladi, ham kuladi, ham ovqat qiladi. Telefoningizga 5 soniyada 13 ta xabar yozadi va oxirida menga yozmang deb qo'shib ham qo'yadi. Kulib uyni boshiga ko'taradi. Birozdan keyin qarasangiz, oshxonada men undan kulmayapman-ku deb yig'lab o'tirgan bo'ladi. Sevasiz, lekin charchaysiz. Charchaysiz-u, lekin tashlab keta olmaysiz. Chunki telba ayol eng ko'p sevilishni yaxshi ko'radi. Shunday emasmi? نجما يشع في أنوار وأنوار